Assalomu alaykum musofirda yurgan akalar va opalar. Bugun sizlarga oktyabr oyini O'zbekiston havo yo'llarining eng arzon biletlarini aytib o'tamiz. Shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga 750 rublga skidka bo'ladigan promokodni aytamiz. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Oktyabr oyi biletlar. Vnukovo Samarkand 19500 rubl, bagaji 32 kg, 8 kg ручной. Vnukovo Toshkent, Domodedovo Toshkent 16500 rubl, bagaji 32 kg, 8 kg ручной. Vnukovo Namangan 15000 rubl, bagaji 23 kg, 8 kg ручной. Vnukovo Fergana 17000 rubl, bagaji 23 kg, ручной кладь 8 kg. Vnukovo Andijon 15000 rubl, bagaji 23 kg, 8 kg ручной. Vnukovo Navoiy har payshanba kuni haftada bir marta 16400 rubl, bagaj 23 kg, 8 kg ручной. Vnukovo Qarshi haftada bir marta chorshanba 20000, bagaj 23 kg, 8 kg ручной. Vnukovo Termiz chorshanba, juma, yakshanba 21500 rubl, bagaj 23 kg, 8 kg ручной. Vnukovo Urganch 19000 rubl, bagaj 23 kg, 8 kg ручной. Vnukovo Nukus 19000 rubl, bagaj 23 kg, 8 kg ручной. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Promokodimiz oktyabr 750. Hammada savollar bo'lsa, kommentariyamizga yozing. Biz albatta javob beramiz. Podpisatsiya, like qo'yishni esingizdan chiqarmang.